Assalamu alaykum güzel hanım kızlar. Bugün tutulgan dersimiz birinchi bosqichimizda xam qaymog'imizni qochimizga to'kib, to'qliq chalg'u asbob bilan rosa ko'ptirib olamiz. Xonimlar, men yerli xam qaymog'imizni to'qliq ko'ptirgich asbob bilan rosa ko'ptirib olamiz. Xonimlar, yerli xam qaymog'imizni chelib oldik, musholatga keldi qaranglar. Yo'l holatga keldi va monodun bak chelinib ketsa, men xam qaymoq tabiiy bo'lganligi uchun seriqmay orliq ketadi, shunga bilan suylik ketadi, shunga diqqat qilinglar. Taxminan 5 minut atrofida chaldim xonimlar. Bosqichimizda xonimlar 4 tal tuxumning seriqini yaxshi ko'ptirib olamiz. Xonimlar, men 4 tal tuxumning seriqini mundaq bir aralashtirib o'tgandan keyin undan tok ulusak bo'ldi va xonimlar tuxumning seriqini ko'ptirib musholatga keldi. Tak oqqag'ich ko'ptiramiz. Taxminan 10 minut ko'ptirsak bo'ldi. Qancha uzoq ko'ptirsak shuncha yaxshi, shuncha quyuq chiqadi va xonimlar. Keyingi bosqichimizda 300 gram sutimizni ko'rimizni qo'yib olamiz. Xonimlar, sütimizga şekerimizni ozdin qo'shib olamiz. 80 gram şekerimizni. Tuz o'ti bo'lsa yirigicha mushtaq shekar qo'shiladi. Shekarni qo'shib qo'ydim. Taxminan 5 minut chaqandan keyin xonimlar, bu yoq ko'ptirgan tuxumimiz bor-ku, shuni silib, yana aralashtiramiz. Lekin pishib ketsin, shuni bak diqqat qilinglar xonimlar, sus o'ti bo'lsin. Bundan serig'ini sep qo'ydim. Musholatda oldirmay aralashtirishlar. Lekin pishib ketmasin, pishib ketib qolsa, tuxumdagi sesiqroq, morojniy o'tib qo'yib, morojniy tuxumroq qoldi. Shuni diqqat qilinglar xonimlar. Bundan keyingi bosqichimizda men ko'ptirib olgan xam qaymog'imizni oz-ozdan silib aralashtiramiz. Xonimlar, ko'ptirib olgan xam qaymog'imizni mush holatda silib oz-ozdan solamiz lekin, mush holat aralashtirsak bo'ladi. Xonimlar, mush holatda buj-buj qaynagandan keyin darhol o'tdan olamiz. Xonimlar, darhol o'tdan elib, bir ko'rga, bir javurga so'q-suv tayyorlab qo'ydim. Darhol elib, so'q-suvga qo'yamiz. Xonimlar, mush holatda bir oz chelib olamiz. Ama so'q-suvga qo'yishdagi maqsadimiz, javur qiziq emasmi? Bu pet qo'yib qo'ysak, tuxumimiz pishib qoladi. Undan keyin morojniyimizga tuxumning puruqi o'tib qolib, bir xil tuxum purab qolishining oldini olish uchun so'q-suvga bir oz qo'yib, mushtaq aralashtiramiz. Undan keyin qo'yib qo'yib, 1 soat tabiiy sovigandan keyin keyingi mashg'ulot. Xonimlar, 1 soatdan keyin aralashmamiz sovibdi. 400 gram qitig'imizni aralashmaga to'kib olamiz. Undan keyin qo'l chalg'u asbobimiz bilan mashallah chelib olamiz. Xonimlar, musholatda o'tdan chelib olamiz. O'tda aralashmiz bo'lmaydi. 2 minut chelib olgandan keyin bingoyning to'nglaydigan yoki bingshalning to'nglaydigan yeriga sep qo'yib, 2 soat bir aralashtirib, 6 soatdan keyin iste'mol qilsak bo'ladi.